Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Akbar. 15 yil bo'ldi Gollandiyaninki Rotterdam shahrida yashayapman. Hammalarga xayrli sahar. Atdigan soat hozir 9 bo'pti. Gollandiya vaqti soat 9, ya'ni 2019 12-oyning 7-kuni. Yangi ish boshladim. Bu videoni chekishimdagi sabab men sizlarga hozir Gollandiyada qilayotgan Uber ishini tunishtirib o'tmoqchi. Men hozir Gollandiyada 3 yil bo'ldi Uber taksi haydayapman. Buni tunishtirishimdagi sabab ba'zi qarindoshlarim so'ragan bo'ldi Uberni qanday haydaydi, nimalar lozim deb. Uberning nimaligini. Ubermish internet orqali xaridor to'shaydigan bir taksi ishi bu. Men bu ishni 3 yilning oldida boshlagan. Hozir 3 yil bo'ldi bu ishni qilyapman. Endi Gollandiyada bu ishni qilmoqchi bo'lgan qarindoshlarimiz bo'lib qolsa, bir ish qilishni xohlaydigan, nima ish qilishni bilmay turayotgan qarindoshlar bo'lib qolsa, foydasi bo'lib qolar. Qilsanglar bo'ldi, tavsiya qilaman. Uber boyadan deb o'tgandek internet orqali xaridor to'shaydigan bir xil sistema. Ko'pincha bilasizlar buni, ko'p odam biladi hozir. Gollandiyaga kelgan 7 yil bo'ldi bu ish. Men qilayotgan 3 yil bo'ldi. Bu ishni qilish uchun nima lozim desangiz, bir tal nazariya imtihon bilan bir tal praktik imtihon bor. Shu imtihonni berishingiz kerak. Maktablar va ularga yozilsiz 600 euro, 700 euro atrofda oladi. O'qishmaydi maktabga. Google'ga kirib izlasangiz bo'ldi. O'zingiz turayotgan shaharning atrofidagi maktablarni. U pulni to'lagan chog'da u pulning ichida shu dars haqqi, kitob, material, andan keyin imtihon haqqi hammasi ichida bo'ldi. 7-8 euro atrofida bo'ldi shu puli. Andan keyin uni tayyorlik qilib imtihon bergandan keyin Kivada bir o'rin bor, shu taksi kart bergan. U yerdan bir taksi kart beradi sizga. Shu taksi kartni olgandan keyin o'z oldingizga shaxsiy shirkat qurib qilsangiz bo'ldi yoki boshqalarga ishchi bo'lib ishlasangiz bo'ldi. Qanday ishlash sizningki nimangizga qolgan bir ish, hamda o'zingiz ixtiyorlik bir ish. Hamda ikkisining farqi nima desangiz, agar o'z oldingizga ish qilmoqchi bo'lsangiz, Gollandiyaninki tijorat odasidan tijorat odasiga kirib, u yerga tizim tushishingiz kerak. U yerdan bir nomer ilishingiz kerak. Anadagi bajdarsiz tizimsiz degandek shirkat ochsiz. Shu orqali o'z oldingizga bir kishilik shirkat deydi uni, bir kishilik shirkat ichib qilsangiz bo'ldi yoki boshqalarga ishchi bo'lib kirsangiz bo'ldi. Mashinani o'z oldingizga ilib aytsangiz bo'ldi, haq aytsangiz bo'ldi. Agar o'z oldingizga shirkat ichib o'zingiz mashina olsangiz, nurg'un shirkatlar va mashinani oylik pul to'laydigan, lease qilib beradigan, ulardan olsangiz bo'ldi. Ularning pullarini ay to'lasangiz bo'ldi. Yoki o'zingizning hozir haydayotgan mashinangiz bo'lsa, 10 yildan tuvan bo'lsa, yeshi, 10 yildan kichik mashina bo'lsa, Uber X haydalaysiz. 10 yildan kichik 4 ishki va keyingi mal qo'ygan bo'lgan mashinalar bo'lsa, Uber X haydagan bo'ldi. Agar Uber Black haydamoqchi bo'lsangiz, 5 yildan kichik mashinalar bo'lishi kerak. 5 yildan kichik, andan keyin hamma mashina bo'lmaydi. Misalga BMW 5 seri yoki undan yuqori modellari yoki Mercedes A-Class yoki undan yuqori modellar 4 ishlik bo'lishi kerak, shart shu, keyingi mal qo'yilgan bo'lishi kerak. Tesla degandek lyuks mashinalarda aydisi bo'ldi Uber Blackni. Uber Van hamda 8 kishilik, 7 kishilik, 9 kishilik mashinalarda biz bo'stamda buni kichik bo'slarda qilsa bo'ldi o ishni. 3 xil Uber var shu Uber X, Uber Black, Uber Van. Shu uchun xohlagan birsini aytsangiz bo'ldi. Endi Uber X haydash uchun jiq chiqib ketmaydi. Azaraq mashina bilan boshlasangiz bo'ldi. Mening tavsiyalarim boshda bir necha oy Uber X haydab ketib, andan keyin qarab ahvoli Uber Black haydamsiz, Uber Van haydamsiz, undan keyin qarab bossangiz bo'ldi. Uber X, Uber Black, andan keyin Uber Vanning bağlarini chiqarib oldim hozir. Men uni deb tushuntirib beray. Yani üçüden bağ farkı. Bu maşinlarning bağısı, xaridor to'shash bağısı manda oldu bana. Saat 1 euro 40 centdan başlandı. Eng tuvan bo'lgan chaq 6 euro kesidi, yani 6 euroga 70ga yegichi bağısı mı 6 euro kesidi. Andan keyin har bir minutiga 26 centdan kesidi. Yani xaridorni opirish jarayonida o'tgan har bir minutga 26 sent kesadi. Ana har bir kilometrga 1 euro 20 sent kesadi ekan. Bu Uber X'ninki. Andan keyin Uber Black'ning bahsi
Başlanış bahası saatning başlanışı 5 euro. Yani en az olgan çağda 10 euroluk 10 euro kesidi. Yani 10 eurogacha yetmegen yerga bazımı 10 euro kesidi yani. Andan keyin her bir minutga 36 centdan kesidi. Her bir kilometrga 2 euro. Bu Uber Black'dan bahası. Ma bu Uber Van'dan bahası. Bu mu Uber Black bilan jiq farq qilib ketmaydi ekan. Bunun başlanış saati 5 eurodan başladı. En az degan chaqda 10 euro kesili xaridadan. Ana her bir minutga 36 cent, her bir kilometrga 2 euro 25 cent. Bu yerda Uber Black'ninki 2 euro kesdi her bir kilometrga. Bundan 2 euro 25 cent kesilgan. Yani minut bahası o'xshashgan. Kilometr bahası Uber Van'ning 25 cent qiymat bo'ldi ekan. Uber haydashning shartlari: yoshingiz 21 yoshdan cho'ng bo'lishi kerak. Andan keyin Gollandiyaga haydash uchun Gollandiyaningki pravos bo'lishi kerak. Yana bir sharti 3 yildan jiq mashina haydagan tajribangiz bo'lishi kerak. Bu demak, yani siz olgan pravongizning vaqti 3 yildan jiq bo'lishi kerak. 3 yillik pravo bo'lsa, andan keyin haydagan bo'ldi. Burun bu shartlar yo'qdi. Men haydagan vaqtimda o pravoningki 3 yil bo'lishi kerak degandek shartlar yo'qdi. Buni yangi qo'shib olibdi bu shartlarni. Ammo shularni tayyor qilsangiz, Uber'ni boshlashga tayyor bo'lgan bo'lsangiz, Uber'ning shartlarini hozirlagan bo'lsangiz. Uber haydashdan yaxshi taraf bir bo'lsa, o'zingiz erkin, o'zingizning ishlash soatini, vaqtini o'zingiz belgilaysiz. Hech kim sizga "Ma vaqt ishla, ma bunda qil" degan talabni qo'ymaydi. Uber'ning bunda bir talabi yo'q. Kunda qancha soat ishlaysiz, qachon ishlaysiz, qaysi kunlar ishlaysiz, buni faqat o'zingiz belgilaysiz. Xalqa vaqtida ishlab, xalqa vaqtida dam olib, xalqa vaqtida sayohat qilib degandek narsalarni qila olasiz Uber haydasang'iz. Ammo boshqa birisiga ishlasangiz, albatta u ishlarni qilib olmaydi, faqat ruxsat olishingiz kerak. Vaqtingizda to'g'ri olishingiz kerak degandek ishlar bo'ladi. Ammo Uber'da unday ish yo'q. Shu taraflarni yaxshi ko'raman. Xohlasangiz kechada ishlang, xohlasangiz kunduz ishlang. Burun men yangi boshlagan vaqtida kunlik haydash soatiga, maksimum soatiga talab yo'qdi. Xohlasangiz haydasangiz 24 soat haydasangiz mayli yani. Demakchi bo'lganim, shart yo'qdi. Mancha soat haydaysa bir kunda degan shart yo'qdi. Hozir hamda bir kunda 10 soat haydaysa degan shartni qilib qo'yapti hozir. Unda qilishlik sabab 12 soat haydaysa degan shart qo'yapti. 10 soat kunda 12 soat. Bir kunda hozir 12 soat haydagan bo'ldi. Burun unda shart yo'qdi. Bunda qilib qo'yishlik sabab mening anglashimcha Amsterdam tarafda voqea bo'libdi-da, voqea bo'lib odam o'lgan ahvol bor ekan. Endi anda uzun ishlaganniki albatta uxlab qolgan ish bo'ldi. O albatta o'zingizning bexatarlik uchun yaxshi emas, xaridorlarning bexatarlik uchun yaxshi emas. Shunlashqa shu bir necha qatam mayda voqea chiqqandan keyin Uber unga chek qo'yib qo'ydi hozir. 12 soat ishlaysiz, 12 soatdan keyin telefoningiz nimangiz taqilib qoladi. Uber'ninki app taqilib qoladi. Davomli ishlay olmaysiz. Endi uning yaxshi taraflari bor. Endi men 3 yil haydash jarayonida unda ishlar beshimda o'tmadi emas, o'tdi menimi. Masalan, app degandan keyin shu vaqt ishlab endi bo'ldi bir xaridor apretib uy ketaychi degan vaqtingizda shu xaridor Amsterdam boradigan xaridor bo'lib qoldi. Aeroportga boradigan xaridor bo'lib qoldi. Endi u yo'l eng az degan chaqda 40-50 minut 1 soatlik ma'noga yo'l. Siz kunduz ishladingiz, yerib charchab ketdingiz. Uni olmay desangiz, unda uzun yerga xaridor doim chiqmaydi. Shunga xaridorni qochirib o'tganingiz kelmaydi. Unda olgandagi bo'p olib o'tay deysiz, biroq shunda qiynalib olib yursizda uni. Ko'zlaringiz yumilib. Unda vaqtida men xaridor bilan paranglashib, gap so'rab, buni shunday qilib birini yeb, ichib degandek yo'lda shunday qilib o'tkazman vaqtni. Keyin o'ylab baxsam, o o'zimning salomatlik uchun yaxshi emas. O'zimning bexatarlik uchun yaxshi emas, xalqning bexatarlik uchun yaxshi emas ki. Shunlashqa hozir Uber'ninki ma yangi chiqqan qonunmi, qoidasimi hamda mantiqliq to'g'ri deb qarayman. Şu hozir ancha ishlayapsiz, 12 soat ishlaysiz, zaten 12 soat o'zingizni charchab berib qolsiz. Anandagi uyga kirib dam olib,
10 saat dam elishingiz kerak. 10 saat dam olgandan keyin yana qaytadan 12 saat ishlay olasiz. Cho'qim 12 saat ishlagandan keyin 10 saat dam elishingiz kerak. Andan keyin yana qaytadan 12 saat ishlay olasiz degan. Andan keyin topgan pulingizni har hafta urib turdi. Her haftanın tapkan pulingizni dushanba kunsi bankangizga urib turdi. Yani bir hafta burun tapkan pulingizni yana bir haftaninki dushanba kunsi bankangizga urib turdi. Hamda mush uy birini boshlab bo'lgach qanchalik vaqt ketadi desangiz, hamda maktab tepib, onunga yezilib, tayyorlik qilib, intam berib, intamdan o'tib, andan keyin kivaga berib, taksi kartangizni elib, hamda o oraliqda Ximentidan sizdan nima so'raydi? Jinoyatingiz bo'lmaganlik to'g'riliq bir isbot so'raydi. Buni Ximentidan olsiz. Endi bu yer Ximenti degan sharq hukumatmi? Sharq hukumatdan bir nima olsiz, ruxsat olsiz. O ruxsatni elish uchun eng az bir hafta vaqt ketadi. Men shu vaqtda ag'a vaqtimda 3 yil oldida meni 3 hafta saqlatgan, shu bir talla shu jinoyat o'tkazmaganlik isbot etish uchun 3 hafta saqlagandim. Undan men 2 oldim. Birisi men taksi kart uchun oldim, yana birisi taksi firxoning uchun oldim. Taksi kart faqat taksi hayday olasiz. Mayli o'zingizning mashinasi, mayli boshqalarning mashinasi bo'lsin, taksi kartni taksi metrdan ichiga sep turib haydaydigan kart u. Eğer rasmini chiqarib qo'ydim. Taksi firxoning degan o hukumatdan sizga taksini o'z ustingga ilib haydasang bo'ldi degan ruxsat deyapman. Uni taksi firxoning deydi. Onun bilan siz o'z oldingizga taksi ilib, o'zingiz shaxsiy shirkat qurib taksi ilib haydasangiz bo'ldi. Shu ikki farqi bor. Shuning uchun har ikkisi uchun birdan shu jinoyat o'tkazmaganligi isbot so'raydi. Bu biroz qamlashmagan ish hamda, chunki birisi yetarli bo'lishi kerak asli. Biz birini Gollandiyadan, birini boshqa davlatdan olmagan degan, her ikkisi uchun birini olganimiz yetish kerakdi. Biroq bular unda qilmay her ikkisi uchun ayrim so'raydi ekan. Ashlandan bir muncha vaqt isrof bo'lib ketadi hamda. Eng tez olsangizmi bir haftada kelishi mumkin. Andan keyin doktordan tekshiradi, shakar kesili bormi, qon besim bormi degandek bir tekshirishlar bor. Uni da o'tishingiz kerak. Mushlarning hammasini qilib, shu maktabga berib, rasmiyatlarni ilib, hukumatdan rasmiyatlarni qilib, hammani qilib bo'lguncha eng az degan chaqda bir 2 oy, 3 oy vaqt ketadi hamda. Men qilgan vaqtimda 4 oy vaqt ketdi. Shu 0 dan uy birini boshlab bo'lguncha oraliqda 4 oy vaqt ketgan. Hamda bek tez qilsangiz, hozir sal ishlar tezroq qildigan bo'lib qopti, tezroq bitilgan bo'lib qopti hamda. Yaqinda bir og'inimiz oldi. Uningki bir haftada keldi-ku deyman, shu nimadan, Ximentidan jinoyat o'tkazmaganlik isbotini bir haftada aytib berdi. Uni hozir internetda qilsa bo'ldi ekan, onlayn qilgan bo'ldi ekan. Burun men shu Ximentidan o'ziga berib olgan uni. Shularni hammani hisob qilsak, shu eng tez bo'lgan chaqda 2 oy vaqt ketadi. 2 oyda uy birini boshlay olasiz. Hamda uy birini boshlash uchun qanchalik pul ketadi degan savolimiz so'rildi. Ba'zi bolalar uni so'ragan bo'ldi. Uy birini boshlash uchun qanchalik pul ketadi desak, hamda bir eng az degan chaqda 5-6 ming yevrolik mashina olsak, uy bir ekstra hisobini qilib qo'yayman. 5-6 ming yevrolik mashina olsak, tamam 5 ming yevro deydi. 5 ming yevro bir mashina olsak, 800 yevro maktabga bersak, nima intamga tayyorlik qilgan maktabga bersak 800 yevroni. Andan keyin men mashinaning ichiga taksimetr taqig'izdi. Bu taksimetrni men yanlış hatırlamasam 1800 yevroga olgandim. Mana shu BTV ichida 1800 yevro bo'lgan bo'lishi kerak. Andan keyin shu Kivaga to'laydigan, agar o'z oldingizga shaxsiy shirkat qilaman desangiz, 1100 yevroga deyman, ash atrofda 1100 yevro to'laygan, firxoning to'laygan bir pul bor. Andan keyin men taksi pask to'laydigan bir 150 koy pul bor deyman, ash atrofda. Onu qo'shsak, aşağı yukarı hamda ba'zi narsalarni unutib qolgan bo'lishim mumkin. Eng muhim narsalarni dedim deyman, hamda dedim deb o'yladim. Doktorga tekshirayotgan 100 qo'yadi degandek. Ashlarning hammani yig'sak, 5000 yevroluk mashina hisob qilsak, yana 5000 yevro shu uy birininki chiqimlari ketadi ekan. Intam, u bu degandek chiqimlarga 5000 yevro pul ketadi. O'sha bilan 10000 yevro bilan ishni boshlay olasiz. Hamda mashinani agar 5000 yevro olmayman, men har oy pul to'layman desangiz, ijara berilgan yerlar bor ekan. Ular haftasiga 350 yevro pul to'laysiz ijara ediganingiz uchun. Onun ichida remont haqqi, BJ, andan keyin strahovaniyasi degandek narsalar ichida bo'ldi ekan. Agar yo'q, men uni aydamayman desangiz, o'zingiz mashinani setib ola olasiz, har oyda pul to'laygan qilib. Uni list deydi. Masalan 10 ming yevroluk bir mashina olsangiz, har oyda 400 yevroni to'laysiz.
O kontraktni ya 2 yillik tuzsiz, ya 1 yillik, ya 3 yillik, ya 5 yillik. Eng jiq bo'lganda 5 yillik tuzgun bo'ldi deyman kontraktni. 5 yillik tuzsangiz, ayda to'laydigan pulingiz az bo'ldi, biroq o'simchi qo'yib ketadi bundan keyin. 5 yil siz ishlatganligingiz uchun o'simchi qo'yib ketadi. Shuning uchun agar unda pul olaman desangiz, 1 yillik qilsangiz bo'ldi. 10 ming ko'ylik mashina qilib 1 yillik qilsangiz, har oyda 1000 eurodan to'lasangiz, rahat to'lay olasiz uni. 1000 euroda 1 yilda qutulgan bo'lsangiz, to'lagan o'simingiz az bo'ldi. Agar pul bor bo'lsa, unda qilmagan yaxshi, eng yaxshisi o'zingizdan pul setib olib qilganingiz yaxshi. Unda qilgan vaqtingizda ham o'zingiz strafaniya o'zingiz to'laysiz, remont kommunikasiyasini o'zingiz to'laysiz. Endi bu taksininki bir chatoq yeri. Burun biz aytgan vaqtimizda oyda to'laydigan strafaniyasi unda jiq emasdi, mashinaniki strafaniyasi unda jiq emasdi. Hozir bular o'riltib etdi buni. Men shu vaqtida 100 euro to'laydim. Aldınғы yılı 250 euro örültü etti, 150 euro qo'shib etdi. Bir yil yana xat kelibdi, 2020'da yana azroq o'riltimiz degan gap bor. Jiq o'rilsa 280 ko'y o'rilishi mumkin. Har oyda meningki mashina to'laydigan strafaniyarim 280 ko'y bo'ladi endi. Hozircha 250 ko'y, endi kelarida 280 ko'y bo'lishi mumkin deb faraz qildim. Anandaki eng muhim yeri menimcha Uber haydash bir xil ko'ngillik ish deb o'ylayman. Hamda pul tepish bu muhim, albatta undan boshqa hamda pul topadigan ishingizda ham ko'ngillik ish bo'lishi kerak. Menimcha Uber ko'ngillik bir ish, chunki siz har kun har xil odamlar bilan ko'rishsiz, paranglashib tursiz, ularning dardini anglaysiz, siz dardingizni anglaysiz. Sizdan so'raydi, sen nima millat, nereden kelding deb qiziqib so'raydi ular. Bu jarayonda sizmi vatanimizningki ahvollarini, vatanimizda bo'layotgan zulmlarni tushundirish fursatiga ega bo'lsangiz. Chunki sizning mashinangiz chiqqan odamlarning ichida har xil odamlar bo'ldi. Uning ichida sportchi bo'ldi, siyosatchi bo'ldi, san'atchi bo'ldi, o'quvchilar bo'ldi. Har xil odam o'tirdi sizning mashinangizda. Boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, har xil odam o'tirdi. Taksi deganda endi har xil odam qo'llangan ekan. Sizning mashinangiz o'tirdi. Bu siz uchun bir yaxshi fursat endi vatanimizda turmush qurish uchun. Cho'ng bir ish bo'lmasa-mu har holda, kichik bo'lsa-mu, Uyg'urlar uchun bir foydali ish deb o'ylayman. O jarayonni so'raydigandek, ba'zi meni xaridorlarimdan ba'zilari vatanga bag'allab chiqib qoldi. Voy men bo'lma Urumchini deb. Hamda jiq xaridorlar Uyg'urni asosiyatdan bilmaydi. Menimcha 70% odam bilmasligi mumkin deb o'ylayman. Mashinamga 10 odam chiqsa, bir 2si 3i biladi, qolgan 7si bilmaydi deb o'ylayman. Hamda ba'zi bir xaridorlarga Uyg'ur desangiz bilmaydi. Azroq tushundirsangiz, hozir vatanimizning ahvolini biroz tushundirsangiz, anandaki ular bilishga boshlaydi. Ba'zilari deydi, "Men to'g'ri anglagan bu xabarlarni, televizorda ko'rgan, yo gazetda o'qigan, men Uyg'ur desam darhol bilmadim, ammo sen ma'lani tushundirgandan keyin men bildim" deydi. Chunki hozir Gollandiyaning xabarlariga, gazetlarga Uyg'urlar to'g'riliq xabarlar chiqishga boshladi. Shunga jiq xaridorlarimda shuni angladim. Azroq Uyg'ur men deb azroq ahvolini tushundirgandan keyin, "Ha, to'g'ri, men nimada o'qigan yoki xabarda ko'rgan Uyg'urlarni" degan xaridorlarim bo'ldi. Bu bir Uyg'urlarni tonishtirish, tushuntirishdagi bir foydali tarafi Uber'ning deb o'ylayman.